Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida 4 etajli domning 3-etaj qismida joylashgan 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Sizlarga qisqachagina video obzorini ko'rsatib o'tamiz. Ro'parada bolalar maydonchasi mavjud. Bu kirish podest qismi. Bu kirish qismimiz. Kirganimizda uzungina koridor. Ro'parada bitta sanuzel qismimiz mavjud. O'ng qo'l tarafda bitta umumiy oshxonamiz. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, 18,5 ming dollar narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. 157 million so'm kredit qolgan. Oylik to'lovi 2 million 370 ming so'mdan chiqyapti. Kimga qiziq bo'lsa kelib, reallik ko'zlaring bilan ko'rib, baraka qilishliklaring mumkin. Uzungina koridor, bu taraf albatta polniy yevro remont uslubida remontlar qilingan. Mana bu joyda bitta yotoqxonamiz mavjud. Ro'parada esa bitta kattagina zalimiz mavjud. Bu joyni mehmonxona sifatida foydalansa ham bo'ladi yoki bolalar xonasi sifatida foydalansa ham bo'ladi. Yana bir bor yuridik manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida 4 etajli domning 3-etaj qismida joylashgan 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p joylarni obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.